Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qilib aytadi. Bas, siz Parvardigoringiz uchun namoz o'qing va jonliq so'yib qurbonlik qiling. Kavsar surasi 2-oyat. Qurbonlik Allohga yaqinlik, itoat va saxovat ibodatidir. Bu ibodat orqali inson nafaqat qurbonlik ado etadi, balki muhtoj insonlarning qalbiga quvonch ulashadi, hayot shodligini yetkazadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qurbonlik ibodatiga katta targ'ib qilganlar va bu amal musulmonlar orasidagi mehr-oqibat hamda birodarlikni mustahkamlovchi ulug' ibodatlardan biri ekanligini bildirganlar. Bugungi kunda dunyoning turli nochor hududlarida minglab oilalar hayotni og'ir sharoitda qarshi olmoqda. Ayrim oilalar uchun esa go'shtli taom oylar davomida yetishmaydigan ne'matga aylangan. Biz Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida har yili bo'lgani kabi bu yil ham siz azizlarning qurbonlik omonatlarini Yaman, Sudan, Suriya va G'azo kabi ehtiyoj yuqori bo'lgan hududlardagi muhtoj oilalarga yetkazishni rejalashtirmoqdamiz. Qurbonliklar sog'lom va shar'iy talablarga mos hayvonlarni tanlashdan boshlanadi. So'ngra ular pokiza va gigiyenik sharoitlarda so'yilib, tartibli ravishda hissalarga ajratiladi va ehtiyojmand oilalarga tarqatiladi. Har bir omonatga mas'uliyat bilan yondashilib, imkon qadar video va foto hisobotlar tayyorlanadi. Aziz birodarlar, bu hayitda ham qurbonliklaringiz orqali minglab oilalarning dasturxoniga quvonch va baraka olib kirishga sababchi bo'ling. Keling, bu yilgi qurbonligingizni ham muhtoj birodarlaringiz bilan bo'lishing.